Yo'llarim borsinlar, orsinlar, omonsinlar. Sali qallig'i ham gapirib tursak, qalliq tarixlaridan, qalliq o'tganlaridan menimcha yomon bo'lmaydi. Shuning uchun bugun bir salig'ina ham bo'lsa, qalliq tarixlaridan, qalliq hikoyalaridan, qalliqni o'tganlaridan, qalliqni miflaridan, qalliqni she'rlaridan sizlarga gapirmoqchiman yo'lay. Endi bilmayman to'g'risi qancha meni qallig'im meni eshitadi, ko'radi, qancha bir-biriga taylaydi, ko'ringa mana o'zimizni qallig'i deydi, busini bilmayman, neki endi men o'zim bir shu narsalarni bilgandan keyin, o'qigandan keyin mana shu bir qalliq balasi qarzimni sizlarga shu aytib, shu video qilib o'tmoqchiman. Qalliqni o'zi asl she'rlari ko'p. Qalliqni bir qissasini aytib o'tmoqchiman bugun sizlarga. Bu qissa Toyir Zuhra degan qalliq qissasi bo'lib o'tgan mana shu istoriya deylik, tarixi. Toyir Zuhra, bu Toyir suv bugun mana shu Dang'ara, G'arg'ara, Lavak, Po'shin mana shu tomonga borganda Toyir suv degan bir suv bu. Endi bular ko'pincha nomlarini alishtirdilar. Mana Qizil suv, Yax suv bo'lgan suvlarning nomlarini hozir Sirxo bu almashtiryaptilar. Endi bular harakat qilyaptilar, ishlayaptilar shuning ustiga ki bizni yo'qotish uchun. Yoki men bularning hammasini dokumentlari ham bu vastasida qo'yaman Facebook'imga. Meni Facebook'im Astana Arslon Kagan, agar qaysing bilmasanga kirishlaring mumkin. O'ramen ko'p tarixlarni qo'yaman. Har bir qo'ygan tarixim litsenzionni tarix, buno'g'in havoyi bir odam yozgan emas. Universitetlar ishlagan, olimlar ishlagan, boshiga litsenziyasi bu, kodi bu tarixlarni qo'ygan tarixlarimni. Bu hammasi shu jahon standartiga javob berayotgan tarix. Xolos qaytamiz mana shu Toyir qissasiga. Toyir va Zuhra degan qissa bu. Ya'ni Qoraxon degan bularning orasiga tushuv, bularni bir bo'lgani qo'ymagan Toyir Zuhrani bir qissasi. Aynan Toyir suv degan mana shu aytdim-ku, Dang'ara, G'arg'ara, Po'shin mana shu tomonga ketsang Lavak, Alijon mana shu tomon boraversan shu soy, shu daraning o'rtasiga suv bu doira o'tadi. O'shan Toyir suv deydilar. Toyir suv maydaligiga, ya'ni yoshligiga Zuhrani yaxshi ko'radi, ikkalasi. Bu o'rtaga Qoraxon tushadi. Qoraxon Zuhrani yaxshi ko'radi. Qoraxon Toyirni o'ldirmoqchi bo'ladi. Toyirni maydaligiga suvga taylaydilar. Mana shu o'shaning uchun shu Toyirni Toyir suv deb nom qilganlar. Keyin pastdan o'sha xonni bir shu yodimdan chiqdi. Nomi hozir ketdi kalladan. O'shani qizi tug'ib oladi. Qiz olgandan keyin uni 7 ta qizi bo'ladi. Har bir qizi o'sha bu bo'lsa meniki, busi bo'lsa seniki, busi bo'lsa seniki deydi. Oxiriga kelsaki odam Toyir chiqadi, mayda Toyir, yosh. Toyir katta bo'ladi. O'sha tog'larning orasidan ketaversang agar, kim o'tgan bo'lsa agar, o'sha Alijon, Po'shin o'sha tomondan bo'lsa bir qirqilgan tog' bu. Shuni orasidan o'tasan, oraliq bir tog', yo'l oralig'i, maydagina tog', ichidan shu bir eshak, 2 eshak o'tadi shu. Aqdan bir eshak, baxtdan bir eshak kelsa, ikkasi to'qnashib qoladi. O'sha tog'ning orasiga she'ri bor. Toyirni deydi, otini tog', o'sha tuyasini tog' ushlaganga Toyir ko'p she'r aytaydigan inson bo'ladi. O'sha tog'ning orasiga qalliqni yana bir Toyirdan bir she'r bo'ladi o'sharga. Bu tog'lar baland tog'lar deydi.
g'arib oyog'ini bog'lar. G'aribga g'arib yig'lar, men g'aribga kim yig'lar. Bu Zuhraga qaytayotganiga shu she'rda aytadi. Mana bu Alijon deb behuda aytmadim. Bu Alijon qalasi bo'lgan. Ya'ni hozir mana qalaga keldinglar. So'zga qala. Sizlar ijozat tinglamay yuru gapirib ketaveraman. Alijon qalasi bu. Bu yerga Alijonni qalasi bo'lgan. Ya'ni qala degan so'z bu o'zi asl turk qalliq so'zi, ya'ni shu qadimgi turklar so'zi. Qalliqlarniki qala deb bu shaharda aytadilar. Ya'ni girdi yopilgan kreps deydilar-ku, shu zamonga o'sha yashaydigan shaharlar, o'shalar girdilari yopiq bo'lgan. O'sha Alijon qalasi bu. Hali buni ham qay kun tov bo'lib turib bu qalani keyin bizniki deb, tojiklarniki deb keyin bir yolg'on qala turg'izadilar. Neki ör Alijon qalasi, ya'ni qalliqlarni qalasi, ya'ni qalliqlar yashaydigan Alijon degan mana shuni bir qalliqda bir shohi ham bo'lgan, ya'ni bir boshqarmasi bo'lgan, o'sha Alijonni qalasi, ya'ni shahri o'shara bo'lgan. Qala degan so'z bu shahar degan so'z. Turk tiliga asl shahar deydi, shaharni qala deydilar. Shahar degan so'z bu bilmadim endi, yo forsi bo'lsin, yo qaysi bir so'z bo'lsin, shahar degan so'z. Menimcha shahar degan so'z bu shahar forsi so'z. Asl qalliq so'ziga yo turk so'ziga qala bo'ladi. Ya'ni qala. Alijon qalasiga ham qalliqdi bir she'ri ham bu Alijon qalasiga. Endi men sali qalliq she'rlarni ham sizlarga tanishtirib o'tsam bo'ladi. Allalav ovga chiqdim, otim qashqa. Belimga balxi buchoq, ya'ni balxdan kelgan buchoq, shamsher, qilich. Belimga balxi buchoq, baxti boshqa deydi. Alijon qalasidan to'killi tosh, boshimga o'ynar qilich, ko'zimga yosh. To'garakka qarasam, bizga to'garak bu. Bu tomonga o'sha to'garak bu. To'garakka qarasam ko'p qarindosh. Qarindoshdan foyda yo'q, jon otadosh deydi. Bu she'rlarni o'zini o'sha zamoniga, asrlariga o'zlarini bu bugungi she'rlar emas, bu bugungi yozmalar emas. Bular yozilgan ham bo'lmasa kerak. Bular shu og'iz-mog'iz mana shu qalliqlardan, mana shu bizning bobolarimizdan, bobolari, otalaridan bir-biriga shular aytilib kelib, mana shu mengacha kelgan. Mendan baxtini hali endi aytayotdim bu she'rlarni. She'rlar ko'p, qalliq she'rlari, shu 4 misra she'rlar qalliqdagi ko'p, xeli ko'p she'rlari bu. Chunki zamoniga qalliqlar har bir narsaga bir she'r aytganlar. Har bir narsaga bir she'r aytgan. Shu Alijon qalasi bugunga davr ana shu nomi Alijon turgan. O'sha Lavak, Devchashma, Po'shin, buni olib ketsang Alijonga qarab, ana shu o'rtalaga Alijon qalasi bo'lgan. Alijon qalasi bo'lgan, ya'ni Alijon shahri bo'lgan. O'ri ham bir sholkoviy yo targoviy bo'lsak, targoviy yo'l bo'lgan, put bo'lgan va bu Alijon qalasi ham xeyla bir katta qala bo'lgan. Ya'ni shahri desak, hozir Alijon shahri desak to'g'ri keladi endi tushunish uchun-da. Qala bu o'zi shahar. Ya'ni shu Alijon qalasiga, ya'ni Alijon shahriga xeyli odam ko'p yashagan, ya'ni ko'p qalliqlar yashagan yerga. Qalliq ko'p bo'lgan. Bundan kamig'an birta ikkita emas, xeyli katta tarixga aytadi Alijon qalasi, ya'ni Alijon shahri xeyli katta shahar bo'lgan o'sha tog'lar orasiga. Xuddi mana shu Toyirsudi bo'yinan, Baxlaynan odamlar ko'p yashagan, shular hammasi bir nomga bo'lgan, Alijon degan nomga bo'lgan. Shuning uchun o'sha Alijon qalasiga, ya'ni Alijon shahriga o'zi asl she'r bu, qalliqlarning o'zini she'ri bu. Bu tarixan isbot qilib beraydigan
narsalar. Shuning uchun yana bir marta o'sha bular endi bobolarimiz bizga aytib bergan she'rlar bu ham shaharga bog'liq, ham shu nima deydi, shu otadoshlikka, shu xeshlikka bog'liqda, mana shu qalliqlikka bog'liq she'r. Buni endi qancha o'zim ham biron vaqt shu yo'lga biron joyga ketaversam, shu yodimga tushib qolsa, mana shu she'rlarni aytaman. Ko'p o'zimga ham yoqaydigan she'rda. Shuning uchun yana bir marta shu she'rni aytmoqchiman. Nimaga ham qo'yaman. Facebookga ham, shu YouTube'ga ham qo'yaman. Agar kim qalliqlardan bo'lsa, qalliq she'rlarini bilsa, yana shu she'rlarni, qalliqlarni, o'sha ko'r misralik she'rlardan meni Facebook'im bu, mana shu messenjerim bu yozuv taylasa ko'p yaxshi bo'ladi. Bir qalliq she'rlari deb bir kitob ham chiqarsak, menimcha bu ko'p zo'r ish bo'ladi. Agar bo'lsa, mana shu qalliqlarim qo'lidan kelsa, shu ishni qilsalar ko'p yaxshi bo'ladi. O'sha yana shu Alijon she'rini mehrga, bir qonlikka, bir jonlikka bog'langan she'r. Bu endi bu yerga urush bo'lgan Alijon qalasini urganlar, o'shaning uchun shu she'r o'shardan chiqqanda endi. O'shanga yordam bermaganlar. Ya'ni o'sha yanidagi o'sha to'garak degani o'sha endi, ya'ni qarab turgan o'sha u tomondan bo'lgan o'sha qarindoshlar, ya'niki hozirgi tilga olib aytsak, o'sha bratya degan so'zlar, o'sha bratyalar u tomonga o'sha qarab turgan Alijonga qandoq Alijonni urganlar, qandoq bosganlar, qandoq qon to'kkanlar, o'sha nardagi o'sha ko'rganlar, o'sha bo'lgan sultonlar, shohlar birontasi yordamga kelmagan, armiya yubormagan. Shu uchun ham shu she'rda o'shardagi o'sha bir o'shardi bir askari deylik, o'shani bir qo'riqchisi o'sha boshiga shamshir o'ynab turganga urushga, o'sha urushgandan keyin shu she'rda aytgan ekan. Allalab ovga chiqsam otim qashqa, belimga balxi buchoq, baxti boshqa. Alijon qalasidan to'kildi tosh, boshimga o'ynar qilich, ko'zimga yosh. To'garakka qarasam ko'p qarindosh. Qarindoshdan foyda yo'q, jon otadosh. Endi bu aytganiki, o qallig'im, jon otadoshim, bir-birimizdan bo'lak, boshqadan senga foyda yo'q. Mana shuncha yil yog' bo'lib ketganing, yering qo'lingdan ketgani, noming qo'lingdan ketgani, davlating qo'lingdan ketgani, mana shu she'rga o'zi aytib bergan sizlarga. Mana shu 4 misra she'rga sizlarga aytib bergan ki u boydi beliga balxi buchoq bo'lgan o'sha qilichi, o'sha urush kiti. Endi balxi buchoq bu eng qimmat qilichlardan bo'lgan zamoniga balxga zakas bergan u qilichni. Belimga balxi buchoq, baxti boshqa degan. Alijon qalasidan to'kildi tosh, boshimga o'ynar qilich, ko'zimga yosh. Ya'ni Alijon qalasiga to'kildi tosh, bu endi o'sha dushman to'kildi. Alijon qalasiga dushman to'kildi. Boshimga o'ynadi qilich, ko'zimga yosh to'ldi. Lekin to'garakka qarasam ko'p bratya, qarindosh, brat deydigan odamlar o nardan qarab turibdi. Lekin ulardan foyda yo'q ekan, jon otadosh degan. Jon qallig'im, hech kimdan foyda yo'q senga. Bu narsani yaxshi quloqlaringga olib chiqing. Bugun seni foydan ketsa, sen ular uchun boshiga ko'taradilar seni, chunki sendan foyda oladilar. Shu bugun foydan tegmasin, hali xuddi sut bermagan inakni bozorga chiqarib sotganlar, bugun seningdan mana shu xuddi mana shu hayvonga qaraydilar senga.
O'shaning uchun hech kimdan foyda yo'q, jon qallig'im. O qallig'im, ko'zingni och. Ki bu shu kunlarga bizlarni kelib etganimiz hammasini o'zini bir sababi bu. Hammasini o'zini bir mana shu bir bo'lmagani qalliqdi, bir tan bo'lmagani, bir-biriga qo'llamagani qalliqdi, boshiga qilich o'ynadi, ko'ziga yosh to'ldi. Lekin qaradiki bir tangdan foyda yo'q. Mana shu bugun men aynan mana shu o'sha istoriyani mana shu takrori desak, qaytgani desak, xato qilmaymiz. Girdimga to'la brat degan insonlar yuraydilar. To'la. Lekin bugun bari dushmanim bo'ldi. Bugun boshqa qilich o'ynagandan keyin meni qarasam ko'p qarindoshlar, bratlar ko'p. Lekin birtasidan foyda yo'q. Jon qallig'im. Qarasam qargasan. Mana shunoq endi meni hali dokumentlar bu ko'p bu qissa to'g'rilariga, boshqa qissa to'g'rilariga, shu uchun mana shu aynan qala degan so'z, bu turk so'zi, bu shahar degan so'z. Bugun ham mana bizda qozoq bo'g'irlarimiz shaharda qala deydi. Ya'ni o'sha so'zni ishlatadilar. Astana qalasi, Almata qalasi, Chimkent qalasi, Taraz qalasi, Atrov qalasi, Aqtov qalasi deb qala deb ishlatadilar shaharda. O'sha shu so'z, shu qala degan so'z mana o'zi qalay qum deydilar. Bu qum qalasi o'zi asli qumlik joyi, o'sha qumlar o'sha bog'liq bo'lgan, bo'ri ham shahar bo'lgan. Ya'ni qum qalasi shahari deb aytsak buni xato qilmaymiz, o'ylaysizlarga qora ko'zlarim. Bu bir kamgina ham bo'lsa sizlarni o'sha qalliqni nima deylik, o'sha tarixiga qaytardim, aytdim o'sha tarixlaridan, qalliqni tarixidan. Qochmanga tarixlaringdan. Dunyoni ba'zi bir insonlar shattaligidan egib olganlar. Hamma joyga aytadi-ku, shatta inson ko'p narsaga erishadi deydi. Bizni qallig'imizni eng qilgan mana shu xatosi deylik, eng qilgan mana shu ishi bilmadim endi qancha o'zi uchun ular to'g'ri bilaydigan ishi. Mana shu bir odam agar shattalik qilsa, uni ko'ngliga qaradi. Qo'yish nima qilmaydi, hech nima qilmaydi-ku. Keyin ko'p odam yolg'on aytib, do'stim desa ishonib ketdi-da. Bu men do'stim. Bu men do'stim ekan deb ishonib ketdi. Mana shu narsalarga hech vaqt ishonmang. Har bir do'stingga bir marta bir qattiq tegib ko'rgin, keyin ko'rasan u senga qancha do'stligini. O'shaning uchun mana shu biz ko'rdik, men bu narsani ko'p tajriba qilib ko'rdim, do'stlikniki qancha biz do'stmiz. Aslan dushmaning do'st chehrasiga ko'rinadi seni. Chunki sen o'sha do'stni, dushmanni tanimaysan. Tanimaysan sen. Shu uchun ham asta mana bugun ham mana Emomali yo mana hukumatdagilar bizga til huquqini bermaydi, bizga bizni kitoblari ham bu jonlarim. Aytmanga qalliqda tarixiy kitobi yo'q deb, kitoblarimiz bu. Bizda o'z so'zimiz, o'z lug'at, o'z kitoblarimiz bu narsani faqat sizlarga etkizolmayman men.
qandoq etkizay sizlarga kitoblarni, qalliq kitoblarini, qalliq she'rlarini. Sizlar buni sizlar biron ko'chmanchi, biron tilamchi odam emassizlar jonlarim. Sizlarni ko'p bir katta bir tarixlaring bor insonlarsizlar. O'sha uchun jonlarim o'sha Toyir o'sha she'riga aytgandek, bu tog'lar baland tog'lar g'arib oyog'ini bog'lar. G'aribga g'arib yig'lar deydi, men g'aribga kim yig'lar? Bu yo'llar jonlarim ko'p qattiq yo'llar. O'z huviyatingni, o'z insonligingni, o'z millatingni, o'z tarixingni himoya qilish, buni zashita qilish bu ko'p qattiq narsa jonim. Chunki atrofingdagi, mana girdingdagi shakal ko'payib ketadi. Biri do'st bo'lib keladi yaningga, biri dushman bo'lib keladi. Bularni hammasini kontrol qilib qarab turish kerak. O'sha Toyir aytgandek jonim, bu yo'llar, bu men chiqqan yo'llar ko'p qattiq yo'llar. O'sha g'aribga g'arib yig'ladi. Men g'aribga kim yig'ladi? Meni yanima qaysi qallig'ing turdinga? Qaysing? O'zlaring uchun, o'zlaringni mana shu qalliqliklaring uchun qaysing turib berding jonim? Qaysing to'ra kelding? Aytding, "Ey menman qalliq. Mana men qalliqman" degan. Aytollinga. Bugunga kelib o'zlaringni men qalliq deyishga qo'rqib qoldinga. Bugun qalliq eki o'zini qalliq deyishga qo'rqib qolgan. Mana shu sizlar bo'ldinga. Bugun o'sha etganni boshqa qo'liga qarab, etganni o'sha ko'ziga qarab qoldinga. Rossiya 150 million aholisi bu. 150 million. Mana shu Qarluq degan posyolkasi bu. 300 ta va 3000 ta qalliq yashaydi o'sha yerda. Ular o'ris bo'lib ketganlar. O'sha zamoniga borib o'sha yerga qaysi bir asrga qolib o'sha posyolka o'sha qalliq nomiga qolib ketgan. 3000 ta yashaydi. Ular o'ris bo'lib ketganlar. Shularning ichiga 150 million aholining ichiga 1,5 million chechen yashaydi. 1,5 million chechen 150 millionni qaysi agar chechen adresiga bir xato gapirsa yoki 150 millionni ichiga 1,5 million gorda shundoq men chechenman deydi ya chechenets deydi, chiqadi mana ko'krakga uradi. Neki qalliq. Sizlar nima qila olasizlar? Bugun o'zlaringni qalliq deyishga qo'rqyapsizlar. Qo'rqasizlarki men qalliqman desam, olboru qamamasin, olboru shuni qiladi jonim. Dunyo o'zi shu, mana shu. Avval boshingni silaydi, keyin agar sezib qo'lingki biron narsa, keyin tuyoqlaydi boshingdan. Kallangni ko'targani qo'ymaydi. Avval allatib yo'q qilaveradi. Boshingni silab, oshnomsan, do'stimsan, jonimsan, jigarimsan. Biz bir nek senga haq bermaydi. Biz birmiz deb asta-asta. Bugun Qo'rg'ontepani ham qalliqlarni qo'ldan tartib oldilar. Bugun ham nomini alishtirdi. Qolgan qalliqlarni qishloqlarini ham nomlaridan qo'llardan tartib olib nomlarini alishtirdi. Qalliqlar yashaydi. Nima qora yog'och bo'lsa, nima qora teg'in bo'lsa, qora tegin deydilar. Qora tegin, qora degani tegin, bu tegin degan bu shohlarni balalarini titullari, ya'ni ki shoh pisar deydilar-ku. Shu tegin degan bu shoh pisar degandek, mana shu titullari tegin bo'ladi. Ya'ni ki bu narsalar bular hammasi
tarixan o'zi isbot qilinib dokumentlar, litsenzionni dokumentlari bor narsalar bular. Ki bular hammasi o'sha nomlari. Mana qishloq degan so'z. Mana qishloq bu aynan mana shu qishloq. Loq degan bu to'planib o'sha qishda o'tkazaydigan joy. Shu sababdan qishloq bo'lgan. O'zi asl qalliqlar bu qishloq degan so'z hozirgi agar so'zga olib qarasak, mana shu burun tog'larning orasiga bir 3-4 odam qo'ylarni olib borib o'sha kashar qiladilar-ku, hozir kashar deydilar-ku, kashar. Ana shu kashar joylarni qishloq deganlar. Kashar joyda qishloq deganlar. Hozirgi yashayotgan ko'p odam yashayotgan joylar bular ovullar, qishloq emas, qalliqlar buni ovul deganlar. Ya'ni ovul yashaydigan joyda ovul deganlar. Bu tarixga dokazati bu. Xalq yashaydigan joylar mana shu kamroq yashaydigan ovul, katta yashaydigan joy qala, ferma deydilar-ku, hozir tog'larning orasiga mollarni olib borib qish o'tkazadilar. Ana u joylar ferma degan joy hozir mana shu kashar deydilar-ku. Mana shu kashar degan joy qishloq bo'lgan. Nomi qishloq bo'lgan. Ya'ni har bir narsani o'zini tarixi, o'zini nomi bu. Asl qalliqlar to mana bizni bobolarimiz, undan bobolarimizni otalari ham ovul deganlar bu narsalar. Ya'ni shu narsani bobomiz bizga aytadiki, otalarimiz avval ovul deydilar. Bu narsalarni keyin qishloq bo'ldi. Qishloq degan joy bu ana tog'da orasiga bir joyga bir kashar ferma qilib o'sha qishda o'tkazaydigan joy bo'ladi. Bu narsa qishloq deb o'rda aytaydi. Vaqtiga bizlar ovuldan qishloqqa boraydik degan gaplari bo'ldi. Biz ovuldan qishloqqa boraydik. Ya'ni ovuldan qaysi qishloqqa borasan? Ya'ni o'sha qish o'tkazaydigan joyga o'sha mollarni olib kelib to'playdigan hozirgi zamoniga ferma deylik. Qanaqa deydi, o'ris tiliga ferma bo'ladi. Yo kashar deydi, nima deydilar. Mana shu narsa bo'lgan. O'zi asl qishloq u. Bugungi yashayotgan, bizlar yashayotgan yo yashaybizlar, mana bular ovul. Bular qishloq emas, bular ovul. Lekin asta shu so'z ovul so'zi yo'qolib, shu so'z qishloq so'ziga, mana shu odamlar yashaydigan joylarni bu kelib qishloq so'ziga aylanib qoldi. O'zi asl bu ovul, qishloq tog'da orasiga mana kashar. Bir cho'vlarni tartib, bir kapani qilib, bir mollarni o'sha yoqqa yig'ib, bir kashar qiladi. Ferma deydilar, nima deydilar? Kashar deydilar. Mana o'ri qishloq bo'ladi. Chunki o'rga mollarni tog'dan tushirib qishga o'sha qishda o'tkazadi. Ya'ni qishloq. Bu o'zi asl log' degani bu o'sha mol qo'yaydigan, to'planaydigan joyda aytganlar o'sha o'tkazaydigan, o'sha yig'ilaydigan joyda. O'sha yerda nechta mana moldorlar yig'ilib kelib bir joyga o'tkazib, o'rda qishloq deganlar, ya'ni qish o'tkazaydigan joy. Bu odamlar yashaydigan joylar bular qala, ovul bo'lgan. Katta shahri qala bo'lgan. Mayda mana bugungi o'zi biz qishloq deyotgan joyimiz bularni ovul deganlar. Bular ovul bo'lgan. O'shaning uchun endi biz bu dunyoga to'g'risi ko'p narsadan biz ketin qoldik. Chunki bizga haq berilmadi, bizga tilimizda haqi berilmadi, bizga ilmimizda haqi berilmadi. Bizga bu dunyodan hamma narsani tartib oldilar. Biz mana shu bir kimsan qalliqman degan bir nom o'z oramizga qoldi. Bugunga kelib bizni boshiga shuncha zulmni olib keldilarki, qalliq o'zini qalliq deyishga qo'rqoq bo'lib qoldi. Men qalliqman degan so'z bugun bizni boshiga bular natsizm ortadilar-da. Sizlar natsistlik qilasizlar, shattalik qilib ketadilar-da bu yerga. Bular shattalikni yoqib yuboradilar. Mana shuni qilib jonlarim ko'p narsalarning o'zini asli bu, tarixi bu, qalliqni she'ri ko'p, qalliqni kitobi bu, qalliqni ilmi bu. Qoraxonlik zamoniga mana Mahmud Qashqari degan
o'zimizni bir buzurg divan al lug'at al divan al lug'at degan kitobi bu, divan al lug'at turk degan kitobi bu. Ham matematik, ham geografik, ham xarita, ham ilm o'ra, ham turk tili ko'p yozilgan. Undan keyin tag'am nechta kitoblar bu. Biz endi o'zimizni nima deylik, avvaliga ishonib, do'st qildiklayu, neki oxiriga do'stimiz tuflamasdan itarib yubordi bizni. Bugun biz o'sha o'z do'st degan insonlarimizni ichiga o'zimizni qalliq deyishga qo'rqoq bo'lib qoldiklar. Hattoki men Yevropaga qalliq desam, men kelaman, seninle gapiraman. Endi bir urush, to'g'risi men bir tarafdan endi bu Yevropaga o'zimni sharmana qilib, obro'mni to'kmoqchi emasman. Endi avtoritetimni buzmoqchi emasman. Shuning uchun endi biladilar bu narsani, o'shadan birta ikkitasi buni saligina o'zicha tish ko'rsatib qo'yadi. U o'zi asl men tariximni bilmaydiki, men qanaqanday inson o'tganman. Men qanaqan insonman o'zi asliga, yomon insonga qanaqan yomonlik qilaman. Bu narsalarni ular uncha yaxshi men tanimaydilar yaxshi. Shunisidan o'zlaricha gizgizlab o'zlarini ko'rsatadiki, men zo'rman, yo'q biz zo'rmiz. Keyin ko'pincha faqat millatni tiqadi o'rtaga. Ishtima qilmaydi. Uncha-munchasini o'zim hal qilib yo'raman. Yoki agar to meni qallig'im o'qishidan to'ra kelmasa, to meni qallig'im o'ziga qaytmasa, to meni qallig'im o'z tarixiga qaytmasa, bir to'ra kelmasa, shuni oyoqni tagiga mana shu oxirgi sizlarni shansi yo qalliq bo'lib qolasizlar, yoki men ochig'ini aytaman, prosta fors tiliga o'tib ketasizlar. Mana bugungi hazoralardak ularni ham yaxshi hazora degan nomi qolib ketgan. O'zlariga shu nom qolgan. Hozir ham bo'lsa, fors tiliga ham o'tgan bo'lsalar, o'sha o'z nomlarini hazora, o'z millat, o'z etnikini saqlanib qilib qolganlar bular. Va biz o'z etnikimizni yo'qotamiz. Ya'ni qalliq yo'q bo'lib ketadi. Qalliq shunchaki shu tarixga nomi qolishi mumkin. Mana shu sizlarga qarga bo'lsanga qalliq. Mana Afg'onistonga qalliq ko'p. Hozir Afg'onistonga 24 soat propaganda ishlayotibdiki, bularni o'zbeksan deb. U bechoralar bilmaydi o'z tarixini. Qachon kelgan, kim kelgan, bobosi kimni bilmaydi. Hech narsani bilmagandan keyin uni sen kelsang, alisan, valisan desa, alixitiki bir pamyatini yo'qotgan odamlar, men o'zbek ekanman deydi, yo men vali ekanman, ali ekanman deb ketaveradi. O'zi asl agar o'shani tarixini etkizib bersang unga, o'zi ko'rsaki, falon davrdan bu Afg'onistonga bugungi mana bu turk tiliga gapiraydigan qalliqlar, bular qachondan, bular Qoraqonlik zamonidan, Sinziyandan Afg'oniston, bular hammasini qalliqlar 751-yil urushga, Xitoy bilan arablarning o'rtasiga bo'lgan urushga hozir shuni ham chapana qilib, bir ikkita insonlar buni chapana qilib tartib o'tibdi. Bu urush bo'lgandan keyin qalliqlar keyin arablar bilan qo'shilib urganlar Xitoyliklarni. Hozir buni endi bu shayton odam hamma joyga shaytonligini qiladi, chunki buni aslini bilmaydi. Buning uchun dokumenti bu. Nima uchun bu bo'ldi? Chunki bugungi mana shu yashayotgan Tojikiston yerlari, mana bugungi mana Afg'oniston to mana Bomyonga budlar bor edi-ku, yardilar. Bular hammasi Xitoy territoriyasi, Xitoyning ta'siriga bo'lgan territoriyalar bo'lgan. Arab bilan dogovori shu ediki, Xitoyda chiqqandan keyin bu yerlar hammasi qalliqqa o'tadi. O'shaning uchun 751-yil o'sha 7-asrga bo'lgan shu urush Talas urushi deydi, bitva Talas deydi. Qalliqlar arab taraf o'tgan sababi shu bo'lganki, shu yerlarni olish uchun arablar bilan dogovor bo'lgan. Biz sizlar bilan qo'shilamiz, uramiz, bu yerlarni olamiz. Qalliqlar
9-asrda axirlariga islomni qabul qildilar. O'shani ham shohlar qabul qildilar. Ya'ni bitta ikkita o'sha shoh qabul qildi bu narsani 7-asrdan 9-asr bu orani farq qilingan. Bu emaski qalliqlar qo'rqishidan yoki boshqa narsadan. Bu oraga qalliqlar Xitoylar bilan urush qilganga davr bu qalliqlar 200 yil arablar bilan urush qilgan. Arablar 200 yil harakat qilganki ta'sirlarini o'tkazsin bura. O'tkaza olmagan bularga ta'sirini. Neki kelgan zamoniki, ya'ni politik, siyosiy kerak bo'lgani uchun islomni keyin qabul qilganlar. Buni ham o'sha bir gruppa, ya'ni o'sha men shura Facebook'imga qo'yganman o'sha tarixda qanaqa islomni qabul qilganlarni, qabul qilgan islomni. Bu ham siyosiy, ya'ni politiskiy o'sha vigid uchun, chunki uchenga o'sha islom olami ko'paygan edi, targovli boshqa narsa, zo'r narsa, vigidna, ya'ni ki o'z vigidlariga qarab, o'sha o'z siyosiy yo'llariga qarab bular davlatlarni islomiy qildi. To davlat islomiy bo'lguncha, lekin qalliq davlatining ichiga qalliq Tengriyan edi, budizm edi, ichiga xristiyani bor edi. Hamma namud din qalliq davlatining ichiga ishlaydi. Xohlasang budist bo'l, xohlasang xristiyan bo'l, xohlasang Tengriyan bo'l, asos davlat o'sha qalliq davlat dini, ya'ni shu davlat o'sha pravitellarning dini Tengriya bo'lgan edi. Tengriya to 9-asrga davr Tengriya diniga bo'lganlar. Shu pravitel, ya'ni государственный davlat dini desang, davlat dini bu Tengriya dini bo'lgan. Ya'ni qalliqlar Tangri dini bo'lgan. Hozirga davr bizning qarilarimiz, momalarimiz duo berganiga nima deydi? Tangri Alloh qo'llasin deydi. Ular avval Tangri deydilar, keyin Alloh deydi. Tangri Alloh qo'llasin deb duo beradilar kampirlar. Hozir bu duolar, bu narsalar oradan ketib qoldi. Ancha bo'ldi, men ham yo'qman duoga. Aynan Tangri Alloh qo'llasin deydi. Shu uchun bu Tangri dini bo'lgan to 9-asrda o'rtalariga 40-yillariga davr ana Tangri diniga bo'lganlar, qalliqlar. Lekin qolgan dinlar ozod bo'lgan, ya'ni svobodna bo'lgan. Hattoki bir narsani yana aytib o'taman. Ya'ni qalliq davlatiga islom kelgandan keyin, ya'ni targovchilar kelgan, sotuvchilar, oluvchilar, ketuvchilar, bu narsalar endi qalliq davlatiga ham bo'lgan, bu narsa ko'p bo'lgan. O'shalar namoz o'qishi uchun masjid solingan. Mana marhamat. Ya'ni qalliq davlatda qancha demokrat davlat bo'lganki, o'sha targovchilar, skuplar uchun masjid solingan. Ki o'sha kelgandan keyin ular ham o'sha namozlarni o'sha o'qisin deb. Ya'ni qalliq dini, qalliq davlati bir tomondan xela buni boshqa dinlarga ham protiv bo'lmagan, spokojno budizm bo'lgan, tengriyanstvo bo'lgan, xristiyanstvo bo'lgan, islom ham bo'lgan orasiga. Ya'ni hamma din qalliq davlatiga bo'lgan. Ya'ni bu ko'rsatadi qalliqda bir demokratiya, ya'ni jahon dunyo qarashiga biron dinga muammo ko'rsatmagan. Ya'ni zapret qo'yilmagan. Bugungi hukumat Tojikiston alhamdulillah mo musulmon ham deb masjidlarni chapa qilib yuribdi. Ya'ni bu narsa qalliqlarga bo'lmagan. Qalliqda 25 ta qalasi bo'lgan. Ya'ni qala bu katta o'sha shahar, oblast, pravitellari bo'lgan. 25 ta katta. Mana arab tarixchisi yozadi. Qalliqda yerini bu tomonidan, ya'ni bu tomondan u tomoniga borguncha 30 kun o'sha tuyasi bilan oti bilan yo'l yurgan ekanki, yerini bu tomondan o'sha u tomoniga borguncha, ya'ni 1 oy yo'l yurgan. Bu aytadilarki, mana Sinziyandan, mana Xitoy taydan, mana Altaydan to o'sha qalliq kaganat vaqtiga, bu qoraxonlik bo'lmagan vaqtiga, qalliq kaganat bo'lgan vaqtiga Altaydan to Sirdaryoga davr. Ya'ni bu xeli
bu mana shu katta masofalik yerni egallagan, davlat qurgan, shu davlatga adolat qurgan qalliqlar bo'lgan. Keyin O'rta Osiyoga eng uzun davlat bo'lgan bu qalliqlar davlati. Ya'ni 6-asrdan to 13-asrga davr qalliq davlati bo'lgan. O'rtaga Smena dinastiya bo'lgan. Abidineni ba'zi mana Uyg'urlarni ham hammasidan emas, ba'zi bir gruppasidan Abidineni bo'lgan, qurilgan, ya'ni o'rtaga Qoraxonlik davlati. Qurilgan emas, o'sha davlatning nomini, qalliq kaganatning nomini alishtirganlar. Qoraxonlik davlati deb. O'zi asli Afrosiyob davlati bo'lgan. Endi historiklar buni Qoraxonlik davlati deb aytadi, tarixga shundoq keladi. Qoraxonlik davlati eng bir rasvitashi, ya'ni eng bir gullagan davlat zamoni qalliqlarniki bo'ladi bu. Xuddi mana Somoniyni davlatini 999-yil Axronga Qoraxonliklar urib Buxoroni qo'ldan oladi. 976-yil, xato qilmasam 74-yil Samarqand oladilar. Samarqandni oladilar. Ya'ni bu yerlarni keyin 999-yil oxiriga oladi. Asl Somoniy davlati qarib 40 yil davlatdorligini qalliqlar bilan urushga o'tkazadi. Ya'ni eng uzun shu Somoniyni davlat urush zamonlari bu qalliqqa to'g'ri keladi. Qalliqlar bilan urushadi. Mana shu Taraz degan shaharda, mana bugun ham Qozog'istonda shu Taraz bu. Mana shu shaharga birinchi masjidni soladilar. Zo'rlik bilan olgan yerga masjid solgan. Birinchi masjid mana shu yerga bo'ladi. Somoniylar arablar bilan kelib, mana shu qalliqlarni urib, shu Tarazda olib, mana shu yerga birinchi masjid soladi. Hop. Keyin uruv rasshiriyat qiladi Somoniylar. Bular qalliqlarni xela yerlarini oladi, stolitsalariga davr ikkita poytaxt bo'ladi, birtasini oladilar. Undan keyin Qoraxonliklar bo'lgandan keyin bular keyin Abidinat bo'lib, keyin Smena dinastiya Qoraxonlik bo'lgandan keyin bular obratno ham Somoniyni uruv to o'sha Buxorogacha borib taxtini chappa qiladilar. Ya'ni bu hammasi bir 40 yil o'rtaga 38-37 yil Somoniy davlati Qoraxonlik, ya'ni qalliq davlati bilan urushganlar. Qalliq kaganati bilan urushgan. Undan keyin Qoraxonlik bo'lgandan keyin yana tag'am urushganlar. Bular shu boshidan shu Somoniyni aytadi-ku, qadami tekkandan urush boshlangan. Qalliqlar bilan to davlati singincha qalliqlar bilan urush qilgan. Ya'ni eng ko'p urush, eng uzun urush shu Somoniy bilan qalliqni, o'sha Somoniy davlatdorligi bilan qalliqlarni o'rtasiga bo'lgan urush. Bu eng uzun urush. Bez astanovka 30 yildan ko'p urganlar bir-birini. Ya'ni busini urib olganlar. Bir necha yil Somoniylar urib qalliqlarni yerlarini olganlar. Rasshiriyat qilganlar. Mana aytadi-ku, Somoniyning yeri Qozog'istonni falon joyiga davr Somoniyning yeri deydi. U qalliqlarning yerini Somoniylar oldilar. Bir zamoniga o'sha oldilar. Undan keyin obratniy отчет boshlandi. Obratniy отчет boshqa to Buxoroga davr. Shu uchun jonim qalliqlarim, agar tarixni o'qisanglar, sizlar ko'p narsalarni, ko'p endi bu tarixda bir qalliq yozgan emaski, men aytsam-ki, bu qalliq yolg'on yozgan. Yo bilmayman, bir shoir yozgan emas bu tarixni. Bu tarixda litsenziyasi bu, bu tarixda dokumenti bu, bu tarixda kodi bu, kod. Официально Cambridge universiteti, Kitay universiteti olimlar ishlab, bularni yig'ib, o'sha Tanshu, Tan imperiyasini targov skuplaridan yig'ilgan istoriyalarni to'plab yozilgan narsalar bu.
Bu har joyga kam shu ko'p yozilgan. Yoki men Facebook'imga ham ana necha mana shu 15 ta yo 20 nechta o'sha istochnik, Kitay istochniki qalliq to'g'risiga yozilganini men o'shani qo'ydim. Keyin bir narsa aytdiga Kitaylar qalliqni gelulu deganlar. Gelulu bu qalliq. Kitaylar o'sha Tan imperiyasi Gelulu degani bu qorlik odam, ya'ni snejniy человек degani o'risisiga, ya'niki qarluq degan ma'no ham o'sha qorluq, ya'niki qorga o'sha tog'da odamlar, gorets, tog'lik, qorlik insonlar, qorlardan tushgan qalliqlar yashaydigan joyga o'sha doim qor bo'lgan tog'larga, o'sha tog'lardan mana shu Altay tog'lariga yashagan mana shu qalliqlar bo'ladi. Shu uchun jo'llarim o'shandan ularning nomlarini qalliq deb qo'yganlar. Ya'ni asl qorluqlar bo'ladi, qalliq emas, qorluq. Ya'ni qorluq. Biz prosta qalliq deb o'zini korotki qilib aytamiz. Chunki o'rislar keyin qarlug'i degan har bir tilning o'z nomini beradi-ku. Mana Polshani ham forslar Lahiston deydi, biri Poland deydi, mana biri Polsha deydi. Har bir millat o'z nomini aytadi. O'zi o'sha ma'nosiga aytadi. Shuni Kitay qalliqni Gelulu deb yozgan. Ya'ni Gelulu. Agar ya'ni snejniy человек degan ma'noni beradi. Shu uchun ko'p tarixiy kodda men qo'yganman mana Facebook'imga. Hali menga ko'p narsalar bor, to'g'risini aytaman, qo'ygan yo'qman u narsalarni. Nima uchun deganda men o'zim ularni o'rganib o'tibman, o'zim uchun avval o'rganaman hammasini. Ana ularga atvetlarni kovlab topaman hammasini, ya'ni javoblarni. Undan keyin u narsalarni men Facebook'ga qo'yaman, chunki ertaga bir savoli, bir narsasi bo'lsa, men uni javobini berishim kerak, ya'ni aytishim kerak. Shu uchun men ularni o'zim o'qiyotman, hali o'zim ularning javoblarini o'qiyotman jo'llarim. Shunoq bir qalliqlarni tarixi, qalliqlarni yeri 6-asrdan 13-asrga davr bu o'zi eng shu O'rta Osiyoga eng uzun umr surgan davlat bo'ladi. Eng uzun umr surgan, ya'ni 6dan 13-asrga davr. Bilasizlar shuni? Ya'ni 8 asr davlat qilgan O'rta Osiyoga 6-asrdan 13-asrga davr. Bu eng uzun davlatdorlik bo'ladi. Qalliqlar. Agar qalliqlar mudri bo'lmaganiga edi, qalliqlar kalalari zo'r bo'lmaganiga edi, buncha yil davlat qilib tura olmaydilar uzun, buncha uzoq. Chunki O'rta Osiyoga davlatlar bo'lganki 7 yil 8 yil umr ko'rganlar. Ya'ni bir davlat bir kelib qurgan, 5 yil 6 yil 7 yildan keyin boshqasi kelib davlatni yo'q qilib yorgan. Ya'ni ko'p kalta umrlik davlatlar ham ko'p O'rta Osiyoga. 10 yillik davlatlar bo'lgan o'rlarga. 100 yillik, 80 yillik, 50 yillik, 40 yillik davlatlar bo'lgan. Bular hammasini umri eng kalta davlatlar. Shu orasiga ham kelsa Somoniy davlati 90 yil davlat qilgan deydi. Ya'ni bu eng kalta umrlik davlatlardan biriga kiradi. Ya'ni 80 yil, 90 yil, bir asr o'rtasiga davlat qilgan. Ya'ni 100 yil o'zi mana Imom Ali o'zi bir o'zi to'qi 33 yil davlat qilyapti-da. Ya'ni balasi kelsa bo'ldi-da. 100 yil bo'ladi. Ya'ni Imom Ali bir 5 yilga borsa, undan keyin Rustam kelsa, Rustam boshqa bir 37-38 yilga davlat qilsa, to'g'ri bir Somoniylar davlatini nima deydi? Umri bo'ladi. Ya'ni bir Imom Ali o'zi to'qqa 33 yil o'sha bir asrda 3dan birini o'zi davlat qildi, keldi o'zi to'qqa. Shu uchun Somoniylar bu 100 yil, ya'ni eng kam davlat qilganlar. Ya'ni bular eng kam davlat qilgan davlatlarga kiradi. Ya'ni bo'lgan 4 asr davlat qilganlar, 3 asr davlat qilganlar, 2 asr davlat qilganlar, 5 asr davlat qilganlar.
Ya'ni bularning orasiga eng uzun davlat qilgan bu qalliqlar bo'ladi. Ya'ni 6-asrdan 13-asrga davr, ya'ni qalliqlar davlat qilgan. Shu uchun jo'llarim qalliqlarni istoriyasi ko'p, o'ziga to'q, o'ziga boy, madaniyatga boy istoriya. Bu qalliqning istoriyasi, bu qalliqning tarixi. Hozir mana O'zbekistonga ham qalliq bu, Qozog'istonga ham qalliq bu, Qirg'izistonga ham bu qalliq, Sinziyanga ham bu qalliq, mana Xitoyga, hozir mana Tibetga ham qalliq bu, hozir Pokistonga ham qalliq bu, hozir Afg'onistonga ham qalliq bu, hozir Eronga ham qalliq bu, hozir Ozarbayjonga ham qalliq bu, Rossiyaga ham bu. Ya'ni shu dunyoga o'zi har bir mana shu O'rta Osiyolarning mana shu davlatlari, bundan hamsoya davlatlarga ham xeyli deyni qalliq bu. Faqat ular tilini yo'qotgan, o'zligini yo'qotgan. Ba'zi birlari biladi qalliqlar, ya'ni ajdodlari qalliqligini biladi. Bu narsani mana Turkiyaga ham bu qalliqlar, bo'rga chiqilib bu hamma oraga bu qalliqlar bu. Neki qalliqlar o'zini qalliqligini yo'qotganlar. Ba'zi birlari biladiki ular qalliqlar. Mana men yaqinga bir peredacha Pokistondan ko'rdim. Pokiston tiliga gapiradilar. Ular qalliq ekanlar, muzeylari ham bor ekanki, o'sha ota bobolardan qolgan qilich shu narsalarni saqlab, muzey qilib kelyapti. Biz qalliqlar. Agar shu internetga qalliq Pakistani yozsangiz, o'sha chiqadi, o'sha jurnalist intervyu olgan, ular aytadi, biz qalliqmiz deydi. Bizning ota bobolarimiz qalliqlar. Biz qalliq naslidanmiz. Neki Pokistonlik gapiradilar, o'shara yashab, o'zlarini alohida bir shaharlari bu, rayonlari yashaydilar, muzeylari bu, maktablari bu, o'sha tilga o'qiydi. Va shu uchun jo'llarim bugungi o'zi asl qalliq deb o'zini bilib, mana shu qolgan bu Afg'onistonga qolgan qalliq deb o'zini bilaydigan insonlar. Bu ham kam, chunki axrongi propagandalar bir necha yil ichiga ularni o'zbek deb etkizyotibdi, yo'q qilish uchun. Mana shu Tojikistonga qolganlar biladilar o'zlarini qalliqliklarini. Keyin Qirg'izistonga qolganlar biladi o'zini qallig'ini. O'zbekistonga ham bir kam narsa biladilar o'zlarini qalliqligini. Ana Qozog'istonga mana Turkiston degan avtonomniy oblastidan bir odamdan gapirib qoldim. Aynan qoraxonliklar, o'sha qaysi bir shohlari, o'shalarga qoraxonlik insonlarning qabristoni, go'rlari hammasi bu bor ekan. Agar Jambul oblastiga borsangiz, Taraz degan shaharga Oysha bibi degan joy bor, nom bor. O'sha Oysha bibining tepasiga o'shara qoraxonlik shohlari, o'shani birtasini go'ri ham bu maqbara deydilar, nima deydi, qabristoni turgan o'sharga. Ana to'g'risiga Oysha bibi degan bu ham shu qoraxonlik o'sha qalliqlar nimasi, qissasi. O'sha Oysha bibini yaxshi ko'radi, Oysha bibi qochadi. O'sha yaxshi ko'rganini alliga kelganga, ana o'sha joyga kelganga ilon choqib o'ladi. Keyin o'sha uni ko'madilar, o'sha yaxshi ko'rgani o'lgandan keyin o'shani to'g'risiga ko'madilar. Ular sen bu nimayna uncha yaxshi tanishmasman, lekin men bo'ldim Qozog'istonga, bu narsalarni bilmaydim. Ki men bulardan borib, ko'rib, tarixlarini o'rgansam, men Qozog'istonga bor vaqtimda, o'sha yashagan vaqtimda bilganman, men Turkistonga borib bu qalliqlarni topaydim. Hozirga davr o'zlarini qoraxonlik avlodlari deb bilaydigan odamlar bor ekan, qarilar. Endi hamma turk olami bir olam desak, xato qilmaymiz. Mana Fors olami ham bir olam, turk olami ham bir olam. Lekin bundan bo'lingan o'zini har bir o'sha nomi bu. Mana bugun qozoq, o'zbek, mana bugun turkman, bundan alim bo'lgan yana necha nomlar, mana oymonlar, nayman deydilar. Bu qalliqlarga ham oymonlar bor, Tojikistonga ham mana meni bizda o'sha yashaydigan joyimizda narog'iga bir tog' bor, katta tog', nomi Oymonkalla. Bu ham o'zini bir istoriya, bir nimasi bor, bir tarixi bor joy bu ham. Bu yerda Oymonkalla deydilar. U tog'ning nomini Oymonkalla tog' deydi.
Shu uchun yo'llarim, bu narsalarni o'zlaring bugun qalliqli o'zlari ishlashi kerak o'zini ustiga. Neki sizlarni shu ishlaydigan dushman deb bilmayman bizni bular ko'p qo'rqadilar, haroslari bor. Chunki haq ustiga chiqqandan keyin ko'p shaytonlik, ko'p yolg'on narsalar chiqib qoladi-da. Bular shu yolg'on chiqmasin deb hali qanoqdir bir o'g'ri bir narsani o'g'irlasa yo bir jinoyatkor bir inson bir jinoyatni qilib qo'ygandan keyin agar bir politsiya bir podozreniya tushib qolsa-ku, keyin u qo'rqishga tushadi-ku. Bu aynan o'zi mana shunaqa narsa. Men qalliq tarixini chiqargandan keyin ba'zi birtalari qo'rqishga tushib qolibdi. Ba'zi birtalar hali Facebook'imga ham bir gap qo'ygan edim. Qala degan so'z bu turk so'z yo farsi so'z deb oddiy so'zni qo'yganman. Yo mana qum degan so'z. Bu qum. O'zi mana Tojikistonda qim deydilar. Bu qimni yo qum. O'zi asli. Ya'ni qaysi so'zdan olingani bu. Shu narsalarni qo'ysam, shu so'zlarni qo'ysam, qo'rqib patar-patarga tushib qoladi. Hali xit yali nima deydi hali ko'ylakka zo'mir tushgandan patar-patarga tushib qoladilar. Axir bo'lmadi, hozir so'kishga o'tibdilar, bilmayman, boshqa narsalarga o'tib ketyaptilar. Endi to'g'ri so'z bo'lmagandan keyin boshqa o'zingni so'kishdan to'ldirasan arzingni endi boshqa. Mana shunog'in, shu aynan shunog'in bo'lyapti-da. Endi bir narsani haqqi chiqayotgandan keyin nohaq insonlar boshqa patar-patarga tushib qolganlarda nima qilishini bilmayaptilar hozir. Shu iloj topmaydilar. Shu iloj topsalar meni kelib o'ldirib ketsalar. O'zlarining o'sha yolg'on narsalarini yopish uchun shu iloj topsalar meni o'ldirib ketsalar. Shunchasi qolganda, shu darajaga kelganlar. Patarlab endi iloj topolmayaptilar. Hattoki birtasi ham yozib qo'yibdiki, Tojikistondan iltimos qilayotganki, meni Polsha davlatidan chunki yolg'on tarixlarni aytganim uchun men yolg'on aytayotganman, men tojikni o'sha nimasini buzganim uchun Tojikiston hukumat militsiyasi, amniyati, pravitelstvosi Emomali Rahmon kelib Polshadan bularni Polshani haliga nakaleni turib zorlab, bilmayman, yolg'on tuhmatlarni to'qib meni deportatsiya qildirsin ekan, Tojikistonga olib borib meni mahkamlasin ekan, o'ldirsin ekanki, chunki bizda yolg'onlari chiqib qolmasin deyapti-da. Endi yolg'on narsa chiqsa to'g'ri kelmaydi. Endi men to'g'risi mana Polsha keldim, shura yashaganimni men uchun bir tarafdan buni qarasam o'zimni aytaman-ku, qonim turkum deyman. Lekin menga turkum, qozog'im, qirg'izim, yanimga turgan mana misol o'zbegim menga u zashitani bera olmadilar-yu. Menga shu bir mana shu polyak, polsha, mana slavyan na dini, na tili, na traditsiyasi menga to'g'ri kelmaydi. Misol meniki boshqa, bularniki boshqa. Lekin shular menga odam sifatidan, inson sifatidan menga zashita berdilar. Siyosiy zashita berdi. Bu narsaga mana shu qolgan turk olami uyotishi kerakki, bir turk biz o'z turkimizga biz zashita bera olmaymiz. Baxi 40 million O'zbekiston, 20 million Qozog'iston, 7 million, 8 million Qirg'iziston, 9 million, 10 million, 12 million Turkmaniston, 80 million Turkiya, shuncha turk olami zashita bera olmaydilar. Bir turkka zashita bera olmaydilar. Mana bu narsa uyot bo'lishi mumkin turklarning orasigaki, shuncha turk olam bir turkka zashita bera olmaydi, garantiya bera olmaydilarki, turk sen bereki, qara sen Polsha borasan, sen ke mana bu davlat, biz ko'zni yumib olamiz senga qaragan odamlar. Sen bizni zashitasigasan. Seni haqing bu, seni tarixing bu. Qandoq bizda allidan biz senga zashita bera olmaymiz. Kelib turib 100 necha million turk bir turkka zashita bera olmaydi. Mana bu narsani uyot desak bo'ladi. Mana bu narsa uyot.
Bilasizlar shuni? Mana busi o'sha hali Afg'onistonga aytgan anagandagi daraja. Mana shuncha olam bir turkka zashta bera olmaydilar. Garant bera olmaydilarki sen sen berekena bu yerda yashagin. Yasha mana bu yerda kim senga qaraydi? Biz ko'zni o'yib olamiz. Biz turkka ko'zni olaytirganni ko'zni o'yamiz. Biz turkmiz, sen turksan. Sen tamam bizda eng qadim bir qalliq bir istoriyasini bir naslisan, bugun o'zing qalliq nomiga qolgansan. Bugun Tojikistonga qalliq oyoq tayib bo'ladi. 150 milyon turk og'zini ocha olmaydi, aytmaydi, bu qalliq. Bunga qalliq deb pasportiga yoziladi. Buni statusi qalliq beriladi deb ayta olmaydi. 150 milyon turk duh qilmaydi gapirishga. Bilasizlar shuni? Mana busi achinarli. Mana busi ezib yo'raydigan narsasi insonni mana busi. Qon men bir turk davlatiga qon men prezident bo'lay qoni bir turkni boshiga bir joyga bir og'irlik tushsin qoni. Men aytaman berakijon mana bu yerda yashab egin. Mana bu yerda tur. Men senga zashta beraman. Mana bu davlat beradi senga zashta. Chunki sen turksan. Seni qoning turk. Sen qalliqsan. Men senga qalliq deb pasportingga yozib status beraman. Sen mana bu yerda yasha. Qoni mana bular. Hani eng yomon joyi, achinarli joyi 150 milyon turk turuv. Men kelib mana Polshaga yo bilmayman kelib bir boshqa davlatga bulardan men so'raymanki menga politik, siyosiy bir zashta bering menga deb. Men vaziyatim mana shunaqa bo'lib qolgan. Menga bir zashta bering jonlarim deb bularga aytaman-da. Bular menga bir inson sifatiga qaraydilar. Meni turkum menga na bir qalliq inson sifatiga, na bir turk sifatiga qara olmaydi. Mana busi kelib achinarlik. Mana busiga kelib nima deydi endi? Osmonga deydi tukursan, kelib o'zingni o'zingga tushadi deydi. O'sha uchun osmonga tukurib bo'lmasa boshqa. Nima deysan? Kallani past qilib turib aqbaqimizni qarab tuflab qo'yamiz yerga, endi o'zimizni o'ziga tushmasin deb. Indamasdan. Mana shunoq jonlarim, o'laysizlarga qalliqlarim. Qalliqni mana bir Alijon degan joydan aytdim. Bu Alijon degan shahar bo'lgan bu yeri. Mana shu bugungi Po'shin, Lava, G'arg'ara, bunoq kelsam mana bu tomonga bo'rlarga bu Alijon, mana shu yertagi Alijon degan shahar bo'lgan. Ya'ni qala. Alijon degan qalasi bo'lgan. Qala degan bu shahar bo'ladi, shahar. Shu yertagi Alijon shahri bo'lgan. Bu istoriya, bu tarix bo'yinan bu narsa kelgan jonlar. Jonlaring omon bo'lsin, hammalaringni o'laysizlarga qalliqlarim, qarga bo'lsanga omon bo'linglar. Mana shu sizlarning eng oxirgi shanslaring, yo sizlar o'z millatlaringni, o'z shu huviyatlaringni, o'z kitoblaringni, o'z ilmlaringni, o'z maktablaringni turib yasaysizlar. Bo'lmasa jonlarim nima deyay? Kadiko, ja tojikisiga aytsak, Xudo rahmat va mag'firat qilib qallig'ora deydi. Tamam, shuncha bo'ladi. Bir bor edi, bir yo'q edi, sizlar kelib keyin bir mana shu qissaga aylanib qolasizlar. Bir bor edi, bir yo'q edi. Qadim zamonga qalliq degan millat bor edi. Qalliq degan shahar bor edi. Mana bu Alijon degan shahar bor edi. Mana bu Qo'rg'on, Tepa degan shahar bor edi. Mana bu yerga mana bu shaharlar bor edi bular. Bular qalliq shahar edi. Bir bor edi, bir yo'q ediga aylanib qolasizlar. Mana shu aynan mana shu bir qissa, bir anekdot bo'lib, bir go'daklarga aytadilar, nima deydi? Skaskadagi bo'lib qolasizlar. Tamam, bir bor edi, bir yo'q edi. Qalliq degan zamoniga bir millat bor edi. Mana shu bo'lib qolasizlar. Neki sizlar kim bo'lsanga bo'lmasanga biron joyga sizlar boshqa millat bo'la olmaysizlar. Men ko'rdim bu narsani ki ko'p qalliqlar o'zlarini mana shu
bugun pasportlariga mana shu tojiklar yozib olganlar, o'zlarini mana tojik qilganlar. Bola chaqalari bilan tojiki gapiradilar, uylariga tojiki gapiradilar. Umuman qalliqdan o'zlarini uzoq tutadilar. Yana bir qalliqni ko'rib qolsa, o'zbakay deb mazoq ham qilib qo'yadilar. Bunoq ham qilib o'zlarini ko'rsatib, neki hech vaqt o'zlariga obro' ololmadilar. Hech vaqt ular bir inson qatoriga yo bir tojik qatoriga ular qabul bo'lmadi jonlarim. Omon qoling o'ylaysizlarga, har bir talaring, jonlaring omon bo'lsin. Men bo'lsa, nima deydi? Asta mana shu to'g'risi zapravkaga kelgan edim. Sho'ra shuni ochratga turgan edim. Mana shu bo'shadi zapravka endi. Sizlarning ijozatlaringdan deydi, nima deydi? Mana shu bir zapravka qilib olaman. Omon bo'l qallig'im.